Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Yozning issiq kunlarida zo'r ketadigan kremsiz rakushka shirinligini tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Idishimizga oppoqqina elakda o'tkazilgan un va 1 choy qoshiqda razrixlitir va 1 choy qoshiqda vanilin pudrasini solib, yaxshilab un bilan aralashtiramiz. Sariyog' yoki margarin solamiz. Ketgan mahsulotlarni opisiya bo'limida qoldiraman. Men masilka margarinlardan foydalandim. Xona haroratda yumshoqqina bo'lib turganidan foydalanasiz. O'zbek Qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Yana xizmatingizdamiz. Albatta ushbu roligimizni, retseptimizni oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'ying va bizga a'zo bo'ling. Yirikroq bo'lsa 5 dona tuxum sarig'ini solamiz. Agar tuxum maydaroq bo'lsa 6 dona ketadi. 3 osh qoshiqda qaymoq soldim. Oddiygina turib qolgan xolodilnikda qaymoq bor ekan, shuni ham ishlatib yubordim. Agar qaymoq bo'lmasa, bemalol smetana yoki mayonezdan foydalansangiz bo'ladi. Yarim piyoladan ko'proq solasiz agar smetana bo'lsa. Xamirimizni qo'limiz yordamida mushlab tayyorlab olamiz. Suv quyilmaydi, qattiqqina xamir tayyorladim. Mana o'zi yog'lari erib, sekin xamirimiz tayyor bo'ladi. Salofan paketga o'raymiz va 15 daqiqaga xohlasangiz xona haroratida yoki muzlatgichga qo'yib tursangiz ham bo'ladi. 10-15 minut davomida xamirimiz bir-biriga kirishib bo'lgandan so'ng olamiz va mana shunday sharikchalar yasab olamiz. Sharikchalarimiz yong'oqdan ko'ra salgina yirikroq, kattaroq bo'ladi. Ushbu shirinligimiz yozning ushbu issiq kunlarida juda ham zo'r ketadi. Albatta, kremsiz bo'lganligi sabab ancha uzoq muddat turaveradi. Mehmonlar uchun ham bemalol dasturxonga tortib qilsangiz, albatta duo olasiz. Sharikchalarimizni ustini salofan bilan yopib, 15 daqiqaga muzlatgichga jo'natib turamiz. Biz esa tuxum oqini gupirtirib olamiz. Beze sifatida ishlatamiz. 1 chimdim tuz solib, tuxum oqini gupirtiramiz. 5 dona tuxum oqi. 1-2 daqiqa mikser qilganimizdan so'ng shakar solamiz. 5 osh qoshiqda to'la shakar solinadi. Bo'lib solamiz. Bu roligimni hozir 5-10 daqiqa avval YouTube kanaliga joylagandim. Bir obunachimiz yozib yuboribdi. Ragalit deb yubordingiz, bu rakushka shirinligi deb. Albatta rakushka shirinligi edi. Uzr so'rayman. Nabiralarim salgina chalg'itib qo'yganligi sabab ragalit deb yozib, albatta tekshirmasdan YouTube'ga joylab yuboribman. Yana boshqatda mana yozdim. Tuxum oqini ustiga mana shunday chiziqchalar tushgandan so'ng mana to'xtatamiz. 8-9 minut davomida tayyor bo'ladi penkamiz. Endi esa xamirlarimizni olib bitta-bitta yoyib olamiz. Pisochniy xamir bo'lganligi sabab chetlari mana shunday qirqilib, arra bo'lib turadi. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q. Endi xamirni ichiga mana shunday bezemizni solamiz. Tuxum oqidan tayyorlangan. Ustiga esa yong'oqlardan solib tayyorlab olishimiz mumkin. Men oddiygina yer yong'oqdan foydalandim. Beze solingan xamirimizni oysimon qilib yopamiz va o'rtasidan mana shunday chiziqchalar hosil qilib olamiz. Qo'limiz yordamida ikkiga bo'lib olamiz. Keyin esa yana yopib, xuddi shunaqa qilib vilka yordamida chetlarini mahkam bostirib qo'yamiz. Ikkinchi xamirni ham ko'rsatib beraman. Xamir juda ham nafis qilib yoyilmasin, juda ham yupqa bo'lib ketadigan bo'lsa, albatta o'rtasidan yirtilib qolishi mumkin, lekin qalin ham qilib yubormaymiz. Ikkala tarafini mana shunday oysimon qilib yopib olamiz. Mana o'rtasiga chiziqchani paydo qilganimizdan so'ng mahkam qilib chetlarini vilka yordamida
bostirib qo'yamiz. Mana rakushka shirinligimiz tayyor bo'ldi. Duxovka pechimizni avvaldan 10 daqiqa oldindan yoqib qo'yamiz, qizib turishi kerak. Rakushka shirinliklarimizni solib pishirib olamiz. 180-170 darajada past va tepasi yoqilgan holatda pishadi. 25 minutda mana shunday tillarang holatga kelguncha pishiramiz. Rakushkalarimiz mana tayyor bo'ldi. Ko'tarilib, baland bo'lib, do'mboq bo'lib chiqdi, ko'rib turganingizdek. Mana orqa taraflarini ham ko'rsatdim. Endi ustiga saxir pudrasidan sepib qo'yamiz. Xohlasangiz sgushenka молокоdan surtib chiqishingiz mumkin. Men juda ham shirin bo'lib ketishini xohlamayman, shuning uchun har doim saxirli pudradan ishlataman va mana shu saxir pudrasi bilan birgalikda shirinligimiz anchagina uzoq muddat turib beradi. Albatta shakar upasini xuddi shunaqa qilib qalin qilib sepamiz. Issiqlik paytida sepib yuborsak yaxshigina ushlab qoladi. Sovuganda iste'mol qilasiz, juda ham zo'r, pisochniy bo'lib og'izda erib ketadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Men hozir buni hayit bayramiga buyurtma uchun tayyorlagan edim. Shuning uchun sizlarga hozir bo'lib ko'rsata olmadim. Sanog'idan kamayib qoladi. O'zimizga 1-2 donasini yeb ko'rdik. Bu tarafda albatta juda ham zo'r bo'lib chiqqan. Barchaga rahmat, ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling va O'zbek Qaynona TV kanalini dasturxon boshida duo qilib qo'ying, zo'r chiqadi.